Viloyat prokuraturasi tashabbusi bilan Hududgaz Buxoro gaz ta'minoti filialida energiya resurslaridan to'g'ri va oqilona foydalanish yuzasidan ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Dastlab shu haqda Energiya resurslaridan to'g'ri va oqilona foydalanish bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Mazkur sohada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini ta'minlash maqsadida joriy yilning 7-may kuni Vazirlar Mahkamasining energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan loyihalarni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash doirasida bir qancha samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Ayni shu yo'nalishda tashkil etilgan mazkur ko'rgazmali seminarda Buxoro viloyat prokuraturasi, Hududgaz Buxoro gaz ta'minoti filiali, viloyat hokimligi hamda sohada faoliyat yuritayotgan maxsus korxona va tashkilotlar vakillari ishtirok etdilar. So'z olganlar tomonidan energiya tejovchi uskunalarni o'rnatish va ularning qulayliklari haqida ishtirokchilarga batafsil ma'lumotlar taqdim etildi. Shuningdek, gaz ta'minoti korxonasi mutaxassislari tomonidan bu borada amalga oshirilayotgan ishlar, yangi texnologiyalarni joriy etish yo'nalishlari haqida to'liq axborot berildi. Seminar tashkil etilishidan asosiy maqsad energiya samarador gaz uskunalarini tatbiq etish, o'rnatish va bu orqali tabiiy gazni iqtisod qilish. Zamonaviy energiya samarador gaz uskunalarini loyihalashtiruvchi, quruvchi tashkilotlarga namuna sifatida ko'rsatib, zamonaviy gaz uskunalarini o'rnatish. Xususan 674 ta ijtimoiy soha obyektlarining 279 ta isitish qozonlarini almashtirish, 2368 ta qozonxonalarning energiya samaradorligini oshirish, 2089 ta gaz yondirgichlarini yangilash va gaz yondirgichlariga avtomatlashtirilgan qurilma o'rnatish belgilangan. Shu bilan birga energiya tejovchi uskunalar ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonalar vakillari tomonidan amaliy tushuntirishlar olib borildi. Uskunalarning imkoniyatlari, ulardan samarali foydalanish usullari va kelgusidagi rivojlanish istiqbollari haqida ma'lumotlari barchada katta qiziqish uyg'otdi. Shuningdek, aholi va tadbirkorlik subyektlarini energiya tejashga xizmat qiluvchi yangi texnologiyalardan foydalanishga undash, shu orqali milliy iqtisodiyot resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar borasida kelishib olindi.